Assalomu alaykum hammaga. Aviabilim kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda samolyotning yoki aniqrog'i bir necha tonnalik uchoqning qanday havoga ko'tarilishi, unda parvoz qilishi, qulab ketmasligi ortida qanday sir, ya'ni qanday qonun turganini ko'rib chiqamiz. Bernoulli qonuni. Aviatsiyaning asosi bu Bernoulli qonunidir. Aynan shu qonun samolyotlarning havoda qanday turishini izohlab beradi. Bu qonun Daniel Bernoulli 1738-yilda o'zining Gidrodinamika va suyuqliklarning kuchlari va harakatlari haqidagi izohlar nomli kitobida keltirib o'tgan. To'g'ri, bu qonun dastlab suyuqliklar uchun bo'lgan, lekin suyuqlik va havo, gaz o'rtasidagi farq faqatgina zichlikda bo'lgani uchun bu qonun aviatsiyada ham muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Havoga tegishli tushunchalar va eksperimentlar ko'pincha suyuqlik misolida ham tushuntiriladi. Qonunning sodda izohi. Bernoulli qonuni sodda usulda tushuntirishga harakat qilamiz. Tasavvur qiling, bir idishga kirgan suv hajmi shu idishning diametri farq qiladigan boshqa joydan xuddi shu hajmda chiqib ketadi. Ya'ni suv yo'qolmaydi, faqatgina uning oqish tezligi bosimga bog'liq bo'ladi. Kirish joyida bosim yuqori, tezlik sekinroq. Chiqish joyida diametr kichik bo'lgani uchun tezlik yuqori, lekin bosim past bo'ladi. Qoida: tezlik ortishi bilan bosim pasayadi va aksincha. Aerodinamikada qanday ishlaydi? Xuddi shu qonun aerodinamikada ham ishlaydi. Samolyot qanoti va aerodinamik profil, yoki inglizcha nomi bilan airfoil. Zamonaviy samolyotlarning qanot profiliga e'tibor bering. Qanotning yuqori qismi egikroq, pastki qismi esa nisbatan tekis. Qanot havo oqimiga kirganda keluvchi oqim ikkiga ajraladi. Yuqoridagi havo pastdagi oqimga nisbatan tezroq harakatlanishi kerak. Qanotning tepasida tezlik yuqori bo'lgani uchun bosim past bo'ladi. Qanotning pastida tezlik past bo'ladi, uchun bosim yuqori bo'ladi. Aynan pastda hosil bo'lgan bu yuqori bosim qanotni yuqoriga ko'tarib, samolyotning ko'tarilishini ta'minlovchi ko'taruvchi kuchni, ya'ni liftni hosil qiladi. Mana shu bosim farqi bilan bizning uchoqlarimiz parvoz qiladi. Biz ko'rib chiqqan qanot o'z asimmetrik profil deyiladi. Xo'sh, yuqori va pastki tuzilishi bir xil bo'lgan simmetrik qanotli samolyotlar qanday parvoz qilishadi? Javob oddiy. Ular ko'taruvchi kuch hosil qilish uchun hujum burchagidan, angle of attack yoki ruschada ugle attaki dan foydalanishadi. Hujum burchagi bu qanotning uzunlik yo'nalishi, ya'ni qanotning xordasidan va havo oqimi yo'nalishi orasidagi burchak. Bu burchak ostida qanot havo oqimi hujum ostida kirib, uni kesadi. Bunda havo pastga buriladi va ko'taruvchi kuch hosil bo'ladi. Ham tekis qog'ozni olib, uni burchak ostida havoga qarshi harakatga keltirsangiz, uning yuqoriga ko'tarilishini ko'rishingiz mumkin. Endi siz samolyot qanday uchishini bilasiz. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying va keyingi darslarni o'tkazib yuboring.